gaplarmi? Sho, eshtinglar. Men yoshligimda, где-то maktab bormadim u payt. 5-6 yosh, 7 yosh. Bitta o'rtog'im bor edi. Ketdik, men bizlar bilan qishloqqa dedi. Bil, aytib beraman. Gap chiqmaylar. Sho. 5-6 yosh bo'lganman. Yo'q, zapisi yo'qmaydi. Aytib beraman, ichimdan aytib beraman, o'g'il. 5-6 yosh edim. 5-6 yosh o'rtog'imning uyiga boryapman. O'rtog'imning uyiga borgan, o'rtog'im aytdi, dachaga, uy emas, hovli edi. Hovlisiga boryapmiz. Hovlisida qornim og'ridi. Hovlida bilasizlar, tualet ko'chada. Kechga o'rtog'im anu aytib berdi. Nima deydi? Как istoриyalar aytib berdi, короче. Страшный istoриyalar. Bu hovlida, blad, o'ldirganlar, blad, qanaqadir qora dama yuribdi, qora nimadir yuribdi. Juda ko'p kechga, endi aytib bergan. Keyin biza kechga yotdik, qornim og'riyapti o'sha payt. Sal, uysirdim, kutim nam. Kutim nam, чуть-чуть. Keyin bordim, tualet topdim. Uyda ichidagi tualet, короче, chiqdim. Qog'oz topmadim. Trusik bilan artdim. Keldim. Ko'chada endi qanday desam, bilmayman nimaga uyda gilam tagiga trusigimni tashlaverdim o'sha payt. Bo'ldi, shu istoriya, всё. Trusigimni gilam tagiga yoshirdim. Gilam tagi tualet emas. Gilam tagiga trusigimni tashladim. Всё, shu bilan istoriya yopildi. Nimasi? Yosh edim u payt. Kulgili emas, kulmaylar. Sizlar menga kulmaysizlar.